Uf, yana o'sha xato. Uf, yana o'sha og'riq. Yana ishondim odamlarga. Yana o'sha janjalmi? Yana o'sha qo'rquv, yana o'sha alam, yana o'sha bevafolik, yana o'sha kasalliklar, yana pulsizlik, qarzdorlik, kreditlar, munosabatlardagi tushunmovchiliklar. Nega bunchalik shoshilyapman? Nega o'zimni gapimni yo'qotib qo'yaman? Shaxsiy chegaralarim-chi? Qani shaxsiy chegaralarim? Million marta boshqa bunaqa qilmayman, boshqa o'zimni bunaqa tutmayman deb o'zingizga o'zingiz va'dalar berasiz, lekin qila olmaysiz. O'ylab ko'rganmisiz hech? Balki muammo sizni xarakteringizda emasdir. Aslida siz dangasa ham emasdirsiz, kuchsiz, irodasiz ham emasdirsiz. Balki siz shunchaki o'zingizni ko'ra olmayotgandirsiz. Shu yerda sizga bitta savol beraman. Savol berishni yaxshi ko'raman. Sizga beraman savol, o'zimga beraman. Bugun sizga savol beraman. Aytingchi menga. Inson o'zida bilmagan va o'zida ko'ra olmagan narsasini o'zgartira oladimi? Ko'pchiligimiz butun umr boshqalarni kuzatamiz. Kim nima qildi, kim qanaqa qildi, kim bilmayman qanaqa yashayapti, kim qanaqa xato qilyapti, kim qanaqa gunoh qilyapti. U kim bo'lishidan qat'iy nazar bizni erimiz bo'ladimi, qaynonamiz bo'ladimi, otamiz bo'ladimi, onamiz bo'ladimi yoki umuman boshqa begona inson bo'ladimi, farqi yo'q. Ba'zan hatto farzandlar o'z xatolari bilan bizga bizni o'zimizni ko'rsatadi. Shunda oladida aks ettiradi bizani. Xullas biz o'zimizdan boshqa, o'zimizdan tashqari qanaqa inson, kim bo'lishidan qat'iy nazar boshqa insonlarni ko'ramiz-u, kuzatamiz-u, lekin o'zimizni ichimizda har soniya nimalar sodir bo'layotganini ko'ra olmaymiz, kuzata olmaymiz va bu juda achinarli holat. Xo'y, insonlar tomonidan sodir bo'layotgan xatolar avvalo seni ichingda avvalo. Sen ko'rvassanmi boshqa insonlarda, boshqa insonlarni hayotida kuzatmassanmi shu xatolarni, shu gunohlarni? Aynan shu jarayonlar, sodir bo'layotgan jarayonlar, xatolar avvalo seni ichingda. Avvalo seni ichingda yashaydi shular. Sen kuzatmassanmi o'zgalarning hayotida shu narsalarni? Demak, ular seni hayotingda bor. Sen ko'rvassanmi o'zgalarning xatolarini? Demak, o'sha narsa seni ichingda yashaydi. Va sen ko'rayotgan xatolarni, seni hayotingda mavjud muammolarni, sen o'zgalarda ko'rayotgan xatolarni o'zgartiradigan eng muhim nuqta, boshlang'ich nuqta aynan shu yerdan boshlanadi. Mashitdan boshlanadi. Seni ichingdan boshlanadi. Seni holatingdan boshlanadi. Bugun siz bilan eng kuchli ko'nikmalardan, eng kuchli odatlardan biri sizga va'da qilingan o'sha kuzatuvchi bo'lish haqida gaplashamiz. Agar siz kuzatishni o'rgansangiz, kuzatuvchi bo'lishni o'rgansangiz, bilasizmi nima bo'ladi? Siz o'z xatolaringizni nafaqat ko'rishni va anglashni boshlaysiz, balki ularni davolab, ularni almashtirib, variantlar ko'rishni boshlaysiz va u variantlar ichidan tanlov qilishni boshlaysiz. Variantlarni ko'rishni boshlangan, variantlarni ko'rishni o'rgangan inson esa hayotini yaratishni boshlaydi. Assalomu alaykum azizim. Men Parish Rahman, yoshim 41 da. So'nggi 15 yil davomida inson ruhiyati, ongi, qalbi va ong ostini o'rganib kelaman. Nimaga deysizmi? Chunki hayot o'rgatdi. Sinovlar o'rgatdi, og'riqlar o'rgatdi. Meni orzularim va hayotiy tajribalarim boshladi meni bu yo'lga. O'z jahannamimda, yerdagi do'zaximda yashirdim. Bir kun kelib tayyor bo'lganimda o'z hikoyamni sizga albatta aytib beraman, agar sizga qiziq bo'lsa. Xullas, shu tajribalarim natijasida, meni tajribalarim va kuzatishlarim natijasida men bizga berilgan qudratli ne'matlar, ong, qalb, ruh va tana orqali hayotda qiziqarli o'yin kabi yashashni tanlaganman. Va men yaratgan hayotda o'yini kursida 15 yillik tajribamni jipslashtirib 3 oylik kursga soldim. Unda biz hayotni boshqarish emas, avvalo o'zimizni boshqarishni o'rganamiz. Agar sizga qiziq bo'lsa, Telegram kanaliga o'ting va kursimiz haqidagi ma'lumotlar bilan tanishib chiqing va safimizga qo'shiling. Hozirgi kunda kursimizning 2-potoqiga qabul davom etmoqda. Agar haqiqatdan ham hayotingizni o'zgartirib, boshqa pog'onaga chiqmoqchi bo'lsangiz, shu kurs aynan siz uchun. Bugun esa shu kursdagi eng muhim mavzulardan biri, eng boshlang'ich nuqtalardan biri kuzatuvchi bo'lish haqida sodda va tushunarli qilib gapirib beraman. Bilasizmi o'zi kuzatuvchi bo'lish nimaligini va u nima uchun kerakligini?
Baxtimizni qurishni o'rganishdi, hayotimizni boshqarishni o'rganishdi, hayotimiz sifatini yaratishdi, bizga berilgan tanlov huquqidan foydalanishni o'rganishdi. Juda muhim jarayonlardan biri bu kuzatuvchi bo'lish. Albatta men kursda buni aniqroq amaliyotlar bilan beraman, lekin sizga tezgina tushuntirib o'tmasam bo'lmadi. Chunki ko'pchilik aynan shu savollar bilan menga murojaat qilyapti. Parij, kuzatuvchi bo'lish o'zi nima? Okey, kuzatuvchi bo'lish nimaligini va kuzatuvchi bo'lish nima uchun kerakligini sizga qisqagina gapirib beraman. Nima ekan o'zi kuzatuvchi bo'lish? Azizlar, kuzatish va kuzatuvchi bo'lish bu guvoh bo'lish. Hech narsani o'zgartirishga urinmasdan shunchaki uni ko'rish va kuzatish. Masalan, hozir jahlim chiqyapti. Hozir yuragim tez-tez uryapti. Hayajonlanyapman. Yokida ko'p sevyapmanmi? O'zimdan ko'proq sevyapman-a? Yoki hozir ichimda qo'rquv paydo bo'ldi. Hozir ongim, aqlim menga sen eplolmayapsan deyapti. Bu yerda siz tahlil qilmaysiz. Siz shunchaki aynan o'sha o'zingizni ichingizda sodir bo'layotgan jarayonlarni kuzatasiz. Faqat payqaysiz. Rus tilida konstatirovat fakt degan atama bor. Mana shu aynan kuzatishning to'g'ridan to'g'ri ma'nosi. Ya'ni bor narsani boricha ko'rish, tan olish, qabul qilish kabi jarayonlarni sodir qiladi kuzatuvchi bo'lish. Go'yoki siz osmondagi bulutlarni tomosha qilayotgandek. Bulutni to'xtatmaysiz, uni haydamaysiz, shunchaki uni ko'rasiz. Balki yomg'ir yog'ishi ham mumkin. It's okay siz uchun. Yog'sin yomg'ir. Qor yog'ib ketsa ham siz o'sha bir xilsiz. Shunchaki bu holatni kuzatyapsiz. Xo'p, endi bu holat bilan nima qilish kerak? Nima deb o'ylaysiz? O'ylab ko'ring-chi. Kuzatgan holatimiz bilan, kuzatgan holatlarimiz bilan nima qilishimiz kerak? O'ylang. Primerni o'zingizni variantingizni o'zingizni miyangizda nima qiling? Yarating. Хорошо. Sizni variantingiz o'zingizda qolsin. Endi meni javobimni eshiting. Bu ham sizga yana bir bonus sifatida. Sizdan esa like va repost, kommentlarda esa insightlaringizni qoldirishingizni kutib qolaman. Va agar sizga shunga o'xshash mavzular qiziq bo'lsa, Telegram va Instagram kanalimizga obuna bo'ling. O'tda biz bu mavzularga yana ham chuqurroq kiramiz, jonli efirlar o'tkazamiz. Demak, endi meni javobimni eshiting. Kuzatilgan holatlarimizni nima qilamiz? Kuzatilgan holatlarni biz tafakkur qilamiz. Tafakkur, thinking, reflecting deyiladi. Tafakkur o'zi nima? Tafakkur bu siz kuzatgan holatingiz, kuzatgan narsalaringiz ustida fikr yuritishdir, tahlil qilishdir. Masalan, sizni tanqid qilishdi. Siz xafa bo'ldingiz bundan. Kuzatdingiz xafa bo'lganingizni, aniqladingiz xafa bo'lganingizni. Tak, da, men xafa bo'ldim. Endi keyingi qiladigan ishingiz nima? Keyingi qiladigan ishingiz tafakkur qilish. Хорошо. Nimaga men doim tanqidni og'ir qabul qilaman? Aynan nimadan xafa bo'laman har safar? Yoki nimadandir qo'rqdingiz? Uni kuzatdingiz qo'rqqaningizni, angladingiz qo'rqqaningizni. Endi tafakkur qilamiz. Bu qo'rquv menda qatdan paydo bo'ldi? Yoki bu e'tiqod menga kimdan o'tgan? Ya'ni tafakkur orqali siz sabablarni topasiz, tahlil qilasiz. Faqat o'tda cho'kib ketmang, iltimos. Yengillik bilan va osonlik bilan. Buni ham qanaqa to'g'ri va ekologichni qilishni o'zini ba'zi bosqichlari bor. Kursda o'rgataman o'sha narsalarni ham. Demak, o'sha hissiyot, o'sha holatingiz sabablarini qidirib, bog'liqliklarni topasiz. Aynan shu yerda davolanish sodir bo'lish boshlanadi. Hozir sizga bu chalkash va qiyin tuyulishi mumkin, lekin aslida bu juda oson. Masalan, yurishni ham biz onamiz qornidan tushib, sirazu o'rganib ketmaymiz-ku, to'g'rimi? Sirazu o'rganib ketmadik-ku. Lekin hozir agar mabodo kimdir bizga yugur desa, yuguramiz, to'g'rimi? Bu ham odat. Ong ostiga joylashgan odat. Xuddi shunaqa kuzatish va tafakkur qilish ham odatga aylanadi-ya. Odatga aylantirishimiz mumkin buni ham. Siz tasavvur ham qila olmaysiz hali. Bu qanaqa kuch? To'liq tasavvur qila olmaysiz hozir. Xullas, men sizga hozir yaratuvchi bo'lish uchun ketma-ketlikka aytib beraman. Demak, yaratuvchi bo'lishimiz uchun o'z hayotimizni o'zimiz xohlagan tarzda yaratishni o'rganishimiz uchun, yaratishni bilishimiz uchun nimalar qilishimiz kerak? Birinchi navbatda kuzatish, ikkinchisi tafakkur qilish, uchinchisi
ongli tanlov. Masalan, birinchisi bu kuzatish. Hozir jahlim chiqdi. Ikkinchisi tafakkur. Okey, nega jahlim chiqdi? Qaysi so'z meni jahlimni chiqardi? Ongli tanlov. Men baqirish o'rniga xotirjam javob berishni tanlayman. Umuman o'zi tanlov qilish uchun variantlarni ko'rishni o'rganish kerak. Variant ko'ra olmasangiz, qanaqa tanlov qilasiz? Qila olmaysiz tanlov. Bu haqda kursda o'rgataman. Umuman tanlov qilish uchun, variantlarni ko'rish uchun nima qilish kerak? O'sha ko'rgan variantlarga amal qilish uchun, sizni holatingiz sizga bo'ysunish uchun nima qilish kerakligini ham kursda o'rgataman. Endi yana bir holatni shu yerda ko'taraman. Ko'pchilik onglilik deganda yangi psixologik metod deb o'ylaydi. Aslida esa insonni onglilikka, uyg'onishga chaqirish dinimizda ham eng asosiy mavzulardan biri. Qur'onda qayta-qayta shunday savollar berilgan ekan. Aql yurgizmaysizlarmi? Tafakkur qilmaysizlarmi? O'ylamaysizlarmi? Ibrat olmaysizlarmi? Yaratgan bizani shunchaki yashashga emas, anglab yashashga chaqirar ekan. Ko'pchiligimiz hayotni avtomatik tarzda o'tkazamiz. Jahlimiz chiqadi, lekin nega jahlimiz chiqqanini bilmaymiz ham. Qo'rqamiz, lekin aynan nimadan qo'rqqanimizni ham anglay olmaymiz ham. Gapiramiz, lekin so'zimiz qaysi hissiyotdan, qaysi niyatdan qatdan kelayotganini sezmaymiz ham, anglamaymiz ham. Qaror qilamiz, lekin aslida qarorni kim qabul qilayotganini tushunmaymiz ham. Bizani o'zimizmi yoki bizani odatlarimizmi? Tafakkur qilish, o'z nafsini hisob-kitob qilish, qalbini kuzatish, har bir amalning niyatini tekshirish. Bularning barchasi o'zini kuzata oladigan insonning sifatidir. Shuning uchun men kuzatuvchi bo'lish deganimda yangi falsafa emas, psixologiya emas, inson o'zini anglab yashashni nazarda tutmayman. Nega aynan kuzatish birinchi o'rinda turadi? Chunki siz kuzatmagan narsani o'zgartira olmaysiz. Agar inson avtomatik yashayotgan bo'lsa, u hatto jahli chiqayotganini ham hamma yo'ni vayron qilib bo'lgandan keyin, ya'ni kech tushunadi. Ongli inson esa jahli chiqayotganini oldindan ko'rishni boshlaydi va o'ziga ayta oladi: "To'xta. Hozir ichimda qo'rquv uyg'ondi. Qo'rquv oqibatida ong o'zini himoyalash uchun jahlni keltirdi." Ishoning, asosan jahl ortida qo'rquv turadi. Mana shu yerda, shu lahzada endi siz avtomatik emassiz. Ongni yoqdingiz, prям yoqdingiz. Shuni o'zi allaqachon katta qadam. Kstati, ongli inson degani bu o'sha kuzatuvchi inson degani. Kuzatish bu sizni ichingizda, aynan sizni ichingizda nima sodir bo'layotganini hukm qilmasdan ko'rish. Tafakkur bu ko'rgan narsangizni sababini anglashga harakat qilish. Ongli tanlov esa anglaganimizdan keyin qanday yo'l tutishni o'zingiz, emotsiyalaringiz emas, balki o'zingiz hal qilishdir. Bu 3 bosqichni o'rgangan inson asta-sekin avtomatik yashashdan ongli yashashga, ya'ni kuzatuvchi bo'lishga, ya'ni observer holatiga o'tishni va hayotini o'z qo'llariga olishni boshlaydi. Yaratgan bizga bergan tanlov huquqidan foydalanishni bilgan insonlar qatoriga qo'shiladi. Qo'shiling bizning qatorimizga, bizning safimizga. Biz bilan qiziq bo'ladi, ishoning. Kurs haqidagi ma'lumotlarni Telegram kanalida bilib olishingiz mumkin. Bu videodan olgan insightlaringizni kommentariyada bo'lishib qo'yishni unutmang. Albatta do'stlaringizga ham jo'natib qo'ying. Men uchun, xayr uchun. Kursda startda ko'rishguncha azizim.